Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun men sizlarga Janya Rodarining 5 sarguzashtlari nomli ertagini aytib bermoqchiman. Kunlardan bir kuni 5 ko'chaga orqa-oldiga qaramay yugurib borarkan. "Hoy, kim bor, yordam beringlar" deb qichqiribdi. "Senga nima bo'ldi? Tinchlikmi? Orqamdan olov belgisi quvib kelayotganini nahotki ko'rmayapsizlar? Agar u menga yetib olsa, shunday musibat yuz beradiki, voy, shu ham musibat bo'ldimi" debdi. Ammo musibat baribir yuz beribdi. Ulov belgisi bechora beshning orqasidan kelibdi-da, yoqasidan bo'g'ib, o'tkir shamshiri bilan qiymalay ketibdi. Uning shamshiri hamma odatda minus deb o'ylarkan. Bechora beshning titi-piti chiqib ketibdi. Agar baxtiga yonginasidan uzundan uzun chet el mashinasi o'tib qolmaganida, undan bir raqam ham qolmas ekan. Ulov belgisi mashinani sal kaltaroq qilish mumkinmi, yo'qmi deb atrofga bir zum alanglab qarabdi. 5 ziyraklik qilib birinchi uchragan uyga lip etib kiribdi-yu, yashirinib olibdi. Biroq u endi 5 emas 4 bo'lib qolgan ekan. Buning ustiga burni pachoq bo'libdi ham. To'rtnikam madori qurib, qirmalashga holi qolmay qolibdi. Birdan xuddi mehr-shafqatning o'zi gapirayotganday yoqimli, mayin, dardli bir ovoz eshitib qolibdi. "Bechora, seni kim bunchalik savaladi? Nima, og'aynilaring bilan urushib qoldingmi?" debdi. O bechora to'rt, uning qarshisida shaxsan bo'lish belgisi turar edi. "Salom, yaxshimisiz?" deb chayillab to'rt va sekin yakkalik bo'lib eshik tomon yuribdi. Biroq bo'lish belgisi undan ham epchil ekan. U o'zining dahshatli qaychisi bilan bechoraning shartta ikkiga bo'lib tashlabdi. To'rt g'aroyib bo'lib uning o'rniga ikkita ikki qolibdi. Bo'lish belgisi ikkining bittasini cho'ntagiga solib olibdi, ikkinchisi payt bo'ylab qochib qolibdi. U ko'chaga chopib o'tibdi-da, tramvayga chiqib olibdi. Bir vaqtlar 5 edim, debdi u. Yig'lab, siqtab, mana endi shu kuyga tushib qoldim. Ikki tramvayga ketayotgan hamma o'quvchilar o'rinlaridan sapchib turishibdi-da, undan o'zlarini olib qochib o'tib olishibdi. Chunki hech kim ikki bilan muomala qilishni istamas ekan. Keksa konduktor ko'zoynagi ustida o'quvchilarga qarabdi. Keyin ikkiga bir o'qrayibdi-da, jahl bilan to'ng'illabdi. Tramvayga hamma ham chiqaver ekanda, bu yoqimsiz piyoda ketsayam bo'lardi. Axir men aybdor emasman-ku, deb qichqiribdi sobiq 5, yig'lashdan sal qolib. "Ha, tushunarli. Bunga ob-havo aybdor bo'lsa kerak-a", debdi konduktor piching aralash. "Ha, bu xil baholarni ko'p eshitgansiz." Ikki loladay qizarib ketibdi. Xijolatdan birinchi bekatdayoq tramvaydan sakrab tushib qolibdi. Shu payt ish yurishmasa shunaqa bo'ladi. U kimningdir oyog'ini bosib olibdi. "Voy, kechirasiz, uzr, sinyor", deb bildiribdi u. Lekin sinyorning hech ham jahli chiqmabdi. U hatto kulimsirab qo'yibdi. Ikki hayron bo'lganidan ko'zlarini katta ochib sinyorga tikilib qolibdi. "Ana xolos, bu axir ko'paytirish belgisi-ku. Keksa xushfe'l ko'paytirish belgisi ekan. Dunyoda bundan ochiq ko'ngil, rahmdil boshqa belgi topilmasa kerak. U birovning musibatiga, dard, alamiga sira chiday olmaydi." Ikki bir og'iz gapirmasdanoq ko'paytirish belgisi uni shartta 3ga ko'paytirib qo'yibdi. Shu zahoti shunchaki oddiy 5 emas, +5 hosil bo'libdi. Chunki deganda
ko'paytirish belgisi 3 ni 2 ga ko'paytirsa 6 soni chiqardi-ku. Lekin voy, anakay, 5 plus soni hosil bo'libdi. Chunki o'qituvchilar o'quvchilarning zo'r bilimiga 6 qo'ymoqchi bo'lganlarida o'rniga plus 5 qo'yisharkan. Yashasin deb qichqirib yuboribdi Baxtiyor plus 5. Endi men albatta hamma yaxshi ko'radi. Sinfdan sinfga o'tib yuraman. Axir plus 5 mana debdi. Ko'rdingizmi bolajonlar? Hech qachon siz 2 bahosini olmang, doim o'qituvchilaringizdan plus 5 bahosini olib yuring. E'tiboringiz uchun rahmat.